Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingimizda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2026-yil 4-aprel kuni qabul qilingan mahsulot sifatini oshirishga munosib hissa qo'shgan mutaxassislar va korxonalarni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 143-sonli qarori bilan tasdiqlangan eng yaxshi metrolog mukofoti to'g'risida ma'lumot beramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi va O'zbekiston Savdo-sanoat palatasining har yili 20-may Butunjahon metrologiya kuni munosabati bilan soha xodimlarini eng yaxshi metrolog mukofoti bilan taqdirlash bo'yicha tasdiqlangan nizomga muvofiq tanlov har yili muntazam ravishda o'tkazilib, metrologiya sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislarning kasbiy mahorati, ilmiy salohiyati va amaliy natijalarini baholashga qaratilgan muhim mexanizm hisoblanadi. Nizomga muvofiq tanlov ilmiy metrologiya yo'nalishidagi eng yaxshi metrolog, amaliy metrologiya yo'nalishidagi eng yaxshi metrolog, eng yaxshi yosh metrolog nominatsiyalari bo'yicha taqdirlanadi. Tanlov ishtirokchilari uchun mamlakat sanoati va iqtisodiyoti rivojlanishining muhim omili sifatida metrologiya sohasini rivojlantirishga qo'shgan hissasi, ya'ni uning ishlanmalari va faoliyatining amaliy ahamiyati, metrologiya yo'nalishidagi ilmiy ta'lim va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan faoliyati natijadorligi, jumladan ilmiy maqolalar, o'quv qo'llanmalar, innovatsion yechimlar va jamoatchilik bilan ishlash samaradorligini baholashning aniq va shaffof mezonlari belgilangan. Nizom talablariga muvofiq tanlovda ishtirok etish istagini bildirgan talabgorlar joriy yilning 20-apreliga qadar hujjatlarni rasmiy ariza bilan tanlov komissiyasi kotibiga taqdim etishlari lozim. Taqdim etilgan hujjatlar tanlov komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi. Tanlov natijalariga ko'ra, g'oliblar har yili 20-may arafasida, ya'ni metrologiya sohasi uchun muhim sana doirasida tantanali ravishda e'lon qilinadi va taqdirlanadi. Qayd etish lozimki, ushbu tanlovni tashkil etish orqali metrologiya sohasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, ilmiy tadqiqot va amaliy faoliyat samaradorligini oshirish, shuningdek, yosh kadrlarni sohaga keng jalb qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tanlov bilan bog'liq qo'shimcha ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.